500 ming so'm zaklat berasiz. Qolgan pulni mebel o'zi yetib borgandan keyin shofyordan berib yuborishingiz mumkin. Zakazga tayyorlagan hamma ishlarimizni sizlarga bir qator video obzorini qilib o'tamiz. Qaysi biridan yoqqan bo'lsa, bemalol telefon qilib zakaz berishingiz mumkin. Birinchi ishimiz 16 kishilik stullar yong'oqdan tayyorlangan, old-oyog'i 3D fasonda, machalkasi 12 sm, Monika nomli stulimiz. Komplekti 16 ta, xonani razmeri 4 metr, eni 1,20. Tagida tumbasi ham 3 ta qilib qo'yib berganmiz. 6 metrli zallarga juda chiroyli tushadi. Buni narxi 10.500.000 so'mga tayyorlab berdik Farg'ona viloyatiga. Keyingi ishimiz lisva rossiyskiy yog'och. Arzon, sifatli, mustahkam, sifatlar hamma yo'q joyida. Buni 12 taligini narxi 3,5 million so'm, xon taxtasining razmeri 275 ga, eni 1,20. Xon taxta bo'lib, asayib ishlasa ham bo'ladi. Orqalari pardali, broshkali. Xudo xolasa xizmati zo'r buni ham. Narxi 3,5 million so'm. Buni o'zimiz Andijonga tayyorlab berganmiz. Keyingi ishimiz 12 talik Monika 3D qoplama variant ishlab berganmiz. Tugmali qilib. Machalkasi buniki ham 12 sm, old-oyoqlari 3D fason ishlangan. Orqalarini pardali, broshkali qilib tayyorlab berganmiz. Sifatiga o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Xonni materiali MDF, razmeri 3,20 ga, eni 1,20. Xon taxta bo'ladi bu ham. Buni narxi 7,5 million so'mga chiqadi. 100% yong'oq daraxtdan tayyorlangan. Keyingi ishimizni Buxoroga tayyorlab berganmiz. Monika. Buni oldi oyog'ida farqi bor. 3D emas, bo'li oddiyroq fasonda materialni turatib qilib, gulli qilib, kombinatsiya qilib ishlab berganmiz. Buni ham orqalari pardali, broshkali, karishni variant tayyorlab berganmiz. Buni narxi 6.800.000. Xon taxtasining razmeri 3,20 ga, eni 1,20. Bu ham xon taxta bo'ladi. Agar bu materialni o'zidan qilib, sidinasinikidan bir xil qilib beradigan bo'lsak, 6,5 millionga chiqaveradi. 12 talik narxi. Keyingisi bu Xurram fason. Juda hozirgi kunda juda ko'p sotyapmiz. Klientlar, xaridorlar sevib zakaz qilishyapti. Yog'och material 100% yong'oqdan. Buni ham orqalarini ko'rishingiz mumkin. Keyin yotib holati ham bemalol o'tirganda suyanib, belda ortmaydi. O'tirishga ham juda qulay. Buni xon taxtasini razmeri 3,20, eni 1,20. Xon taxta bo'ladi bu ham. Narxi 9.300.000 so'm. Buni Toshkent viloyatiga tayyorlab berganmiz. Xudo xolasa buni ham bugun upakovka qilib chiqaramiz. Keyin komplektimiz ham Xurram 3 komplekt bir xilda tayyorlab berganmiz. Jizzax viloyatiga 3 ta opa singilga tayyorlab berganmiz. Stullari ham, xon taxtasi ham hamma yo'q bir xilda bo'lgan. Faqat buni xona akvariumlik, tumbalari simalalik, material MDF. Shunisida farqi bor. Narxi 10.500.000 dan uchalovini zakazga tayyorlab berganmiz Jizzax viloyatiga. Qaysi bir videoda ko'rgan stullaringiz yoqqan bo'lsa, bemalol telefon raqamini qo'yganmiz, aloqaga chiqib zakaz qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.